Lekin mana biz bugun Romitan tumaniga Samad aka Jo'rayevga 103 dona limon ko'chati sotdik. Bu Samad tog'a asli o'zi mana shu Qashqadaryolarga borib, g'ozorlarga teplitsalar qurib yurgan odam. Xudoga shukr uylariga bir 2-3 tup limonlari bor. Endi narxini eshitganlar. Mana bugun 26-dekabr kuni haqiqatan limon 40 mingdan ham oshib ketdi. Shu uchun bu uchun ham emas. Endi ishlash osonligi uchun, yoqilg'i masalan yoqilmaydi. Yoshlar ham mana to'rgab 54 ga bordi. Biza tengmiz. Shu uchun mana kichikroq ko'chatni olib, balgarning ichiga ekib, 2 yil 3 yil balgar hosilini olib turib, mana kichik ko'chatning orasiga ekib, keyin hosil olmoqchilar. Marhamat Samad aka. Ana biz shu limon ko'chatlarini aytamiz, nasib bo'lsa Xudo xolasa Nusrat boyizlardan boramiz. Shu bilan dehqonchilik qilmoqchimiz. Rahmat. Mana taklif qilamiz, faqatgina 3 yoshar, 4 yoshar ko'chatlarni emas, mana 1,5 yoshar, 2 yoshar ko'chatlarni ekib, yana 2-3 yil balgar ekib, ichiga hosil olsa bo'ladi. To'g'rimi Samad aka? Shuna. Peshki limonchilik maktabi telefonlarimiz 93 476 4020. Mana shunday keskanda ham mana xuddi keskanlarda kalta qilib ekiladi. Yana aytib o'taman, bu ekish usuli u 3 yoshar ko'chat ekishdan boshqacha usulda ekiladi. Chunki buni ichiga Samad aka yana 3 yil balgar ekmoqchilar. Shunaqami? 3 yil balgar ekkanlar ungacha hosilga kiradi. E'tiborlaringizni rahmat.